11 бүтеген оқуғычы Алматыға беріп, оқушыларға беріп, қиналды дейді. Ата-аналар өзін деп ойлаймын. Ана тілі оқимыз. Ана тілі оқимыз. Ерте оқайық аташ. Оқимыз. Әмісі дұрыс, шу тыл мәселесі болады деді. Оқушыларға түшкенде қиналды дейді. Bizning biyadagi meselemiz birinchisi shu Uyg'uriston iç bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli bizning Insta hamda YouTube ko'rganlarimiz. O'zinglar ko'rib o'tgandek, bugun biz Tashqari suv mahallasida. Mushunda bir hafta burun bizga mushu mahaldan bir hadimiz yordam so'rab yozgan deb aytdim. Undaq bo'lsa, qaniki biz bilan birga bo'linglar. Assalomu alaykum, yana bir qaytim aziz qarindoshlarimiz, bizning Insta hamda YouTube ko'rganlarimiz. Mana bugun biz Tashqari suv mahallasiga kelib yetdik. Cho'nglarimizning omonatini orqalab, mana bugungidek shunda xayri saxovatlik ishlarni elib menishqa Allohning o'zi bir yesib qildi. Undaq bo'lsa, qaniki cho'nglarimizning avatgan omonatlarini taqishga ruxsat qilsanglar. Yaxshi o'qinglar shkolda. Maktabda 5 o'qinglar. Itaxonova Dilinur, keling qizim. Agin cho'qay. Yaxshi o'qingmi? Yeling. Selmaxonov Salih keling. Voy, молодец. Yigitganda bu. Yaxshi o'qinglar. Yaxshi o'qiyjimmi? Rahmat. Tursunov Umidjon. Aga, cho'qay. Ana, yaxshi o'qiyjimmi? 5 bo'ldi. Rahmat. Alimjon Almirov balimiz mana. Voh, kostyum solib direktor bo'lganda bu, cho'ng bo'lganda. Ministr bo'ldi, Ministr. Marifa Gulbahar. Gulbara. Keling. Marifa Gulbara keling. Keling, mayli keling. Keling. Yaxshi o'qing maktabda. Yaxshi o'qingmi? Uyalmang, yeling. Vaqt aziz qarindoshlar, bizga berilgan 8 odamning tizimidan 3 har turli chaqaloqlarga bog'lanishga kelamay qolibdi. Undaq bo'lsa, mushu omonatni ma'lumot topshirsak. Rahmat. Birzam qo'lga topshiraman. Rahmat sizlarga. Aydada endi siz qo'ygan savolimiz maktabda Uyg'ur tilidagi sinflarning darajasi qanday, o'qishlari qanday, yaxshimi, bal soni yetishmamdi, ozmi, shu to'g'rida gap ketsangiz. Assalomu alaykum. Sizlar hamiylik kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bizning endi bal soni oz bo'lyotdi. Uning sababi bolalar o'qishga borgan chaqlarda bal qiynaldi, rus sinflariga beryotdi. Lekin bolalarning o'qish darajasi menimcha yaxshi, hamsi durust. Shu til masalasi bo'lyotdi bu yerda. O'qishlarga tushganda qiynaldi dedi. Hurmatli qarindoshlar, bizga Instagram tor betimizga yozgan Dinar adimizdan savol olsak, qaniki. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bizning bu yerdagi meselemiz birinchisi shu Uyg'uriston iç bo'ladi. 7 yil bo'ldi mana shundan bilan kurashib kelyapmiz. 5 so'm deb sponsorlarni tepib shu bolalarga kichkina bo'lsin, oz bo'lsinmi, nim qilsin deb kelyapmiz. Endi buning bu yo'qim ota-onalar o'yinadi deb o'ylayman-da. Endi o'z tili bo'l, boshqa til emas. Tip bo'ladi Uyg'ur tili yomon tasib ketib bordi bolalarning. Endi o'zining tilida o'qisin deyman bolalar, o'z tilida, o'zining madaniyatini o'zining grup adatlarini, shoirlarni ashtaqlarni bilishga deyman. Men 3 bolamni Uyg'urcha berdim. Yaxshi o'qiyotdi, Xudoga shukr. Endi Uyg'ur klassida o'qigan bola yodi qoldi deb o'ylamayman. Nabarat Uyg'ur klassida o'qigan bola
Çoğun оқушылар түшіп, yaxshi yerler ishlab, endi yuqori yerlarga ko'tarilib atadi deb o'zim muğayda aştaq sanayman. Ben şunu Uyghur klassga, Uyghur sınıfta öz ana tilde okusun. Şu vaqtda mesele, problema şu atamlar özlerdi bo'lib turdi. Ha, özlerdi bo'lib turdi endi. Balalar Uyghur so'zlab tushunma, boshqa tilni nima qilamizmi? Apirib bosh o'rus klasslarga, qozoq klassiga nima qilgan? Shu o'rus klassiga apirib qo'yib atadi. Endi ballarım testde mesela 3-4 sınıfın balları даже orus söylemeydiğin ballar var. Значит, meyde eğer çıkılıp yuğu çıkıp belse, balsan yetişse meyde iç bir diyor, onun da problem yok ya? Yok, onun da yok. Atandın da olayma öz işçiden köyümgendikin, öz tılığa, özden nimisi köyümgendikin deymenden de başka tilde. Endi başka tilde ben de özden nimisi o, okutum edis qaysı tilde okusun. Endi özümün oyum açtıqda. Özünün tili bo'lgan ekan. Endi men assalomu alaykum. Men deydiganim mana men o'zim ko'p baliq ana, 6 balam bor. Kendisini Uyg'urcha bildim. 5'ini men o'ruscha o'qitibman. Qizimni Uyg'urcha bilmaganga hozir Sadonsto'rda может жалею bag'u. Потому что baribir Uyg'urcha o'qiganning tarbiyasi boshqa. Men ma'lumlarga dedim. Endi men kenji balamni bo'lsam kesh emas, Uyg'urcha bildim. Biroq da mening o'yim men nimishki bildim o'ruschaga. Потому что problema постоянно bizda mana tashqarida 9gacha Uyg'urcha o'qisa, 9dan Uyg'urcha o'qigan o'ruscha beriydi. Это несправедливо. Qiyin oldu bal. 9dan o'ruscha o'qimak qiyin oldu. Хочешь, не хочешь, qo'shib yetadi 11-o'rus klasslarga, 10-o'rus klassga qo'shib yetadi. Unda mening balamning klassida bo'lgan. O'ruscha o'qigan balamning klassiga apirib Uyg'urcha klassiga qo'shib yetdi. Bo'lmasa klass yepildi deb. Shuning uchun endi kelajakda o'ylamaymiz balalarimiz 9dan qiynalmaydi. 11gacha ma'lumsa apirdi deb o'ylayman. Onu şu bizning problemimiz. Ondan keyin yana bir problema jiq atani aşa deydi. 11 bitagan o'quvchi Almatoga berib, o'qishlarga berib qiynaldi deydi. Потому что u yerda endi kichikdan bo'lsin, o'sha Uyg'urcha bitadi deb kichikdan yemsa bo'lmamdi ekan yardım uchun. Shuning uchun biz, например, balalarimizni o'ruscha berdik. Endi kelajakda o'sha tashqari yezning atanlari o'sha ma'lumlarga mana ugal keldi, har bir ishga kelib yalvurib ketdi bechalar. Bersan balani, bersan deb yo'q deb aytayotgan ma'lumlar, atanlar jiq ma'lumlarga. Ichim og'riydi. Endi bular o'sha balalarimni o'zlarim va'da yaxshi o'qitib, yaxshi nim qiladi. Действительно, Uyg'ur klassida bal az o'g'ala bilimi kuchli bo'ldi. 5 o'quvchini o'qitgan kuchli bo'ldi deb o'ylayman. O'sha kelajakda balalarimiz yaxshi bir balalardan bo'lib chiqib deb o'ylayman. Shu sizlarga rahmat. Mana shunday keyin endi дальнейшем shunday nimalar jihozga sponsorlar, o'sha ota-onalar Uyg'urchaga besga balalarimizni. Rahmat. Shu. Sizlar o'zingizlar bir yozini aytsangiz endi. Kim so'zlaydi? Assalomu alaykum qarindoshlar. Men tashqarasi o'tiraman ekanman. Matematik bilan ma'lum bo'ldi. Mening bolam 5 yoshga kirmay Uyg'ur maktabiga kirdi, Uyg'ur klassiga. Men bir yil bermayman, 6 yoshga kirganda ma'lum berma deb bo'ldi. Biroq klass echilmadi. Klass echilmaydigan bo'lyapti degashga. Mayli 5 yoshga kirsin, ma'lum beray uchun mening bolam bilan shu klass echilg'ini olsa, Uyg'ur klassiga beray. Mening bolam bilan echildigan klass bo'lsa, bermaydigan. Bu to bir balamiz chiqib ketdi, o'rus klassiga, Uyg'ur klassi yepildi deganda men o'ylagan. Yilqi yilda yana nalovoy klassga, Uyg'ur klassiga berma. Ash klassning ham bir klass echildigan bo'lib, keyingi yil mumkin Uyg'ur klassiga jiq berildiganda o'quvchilar keldiganda, ota-onalar mumkin o'ylandiganda deb o'ylagan. Men o'zim bu yerning emas, men o'zim avatniki. Avatda bizda Uyg'ur klasslar 2 klass, 3 klass echilgan vaqtlar bo'lgan. Biroq bu yerda ota-onalarning o'zlaridan deb o'ylayman-da, Uyg'ur klassiga bermaydigini. Hozir Uyg'urcha bitagan muallimlarni jiq muallim bo'lyapti. Igiz cho'ng o'rnlarda o'tirganlar qanchalik Uyg'ur klassiga o'qib chiqqanlar. Biroq men ota-onalar o'zidan deb o'ylayman. Mümkün o'ylandiganda buni buyuqqa. Hurmatli azizlarimiz, bizning qarindoshlarimiz, YouTube hamda Instagram ko'rarmanlarimiz, mana o'zinglar ko'rgandek kichikina balalarimizning Uyg'urcha ana tilimizda o'qitishdan faxrlanamiz. Qozog'iston Cumhuriyatimiz biz ko'plagan yaxshiliklarni, mumkinchiliklarni yaratib beryapti. Nimishga biz o'zimizning ana tilimizda balalarimizni o'qitmaymiz? Mana ko'rib o'tirgandek o'zinglarni tinchidinglar ota-onalarning zarini. Endi hurmatli aziz qarindoshlarimiz, balalaringlarni kichigidan o'zinglarning ana tilinglarda o'stiringlar. Bizga o'zimizga o'zimiz ichimiz ko'yimsa biz kim ko'ydi? Shuni aytinglar bizga.